Akalar, assalomu alaykum jigarlar. Men yana o'sha videoni davomini qilyapman. Hozir o'sha hozir jigarlar uxlab olamiz. Birinchi navbatda tong qilib olamiz jigarlar. Keyin ishni boshlaymiz. O'tgan videoda korоче jigarlar mana bu yerlar qurib, yozgincha dekoratsiyalar berib qo'ygan edik. Jigarlar endi bu yerlarga jigarlar ozgincha yana dekoratsiya qilamiz. Tak. Yaxshimikan? Ha, oshxonaga kiradigan eshik shunday bo'lgan yaxshi. Endi jigarlar. Jigar endi jigarlar. Oynalarni qo'yib olamiz. Jigarlar. Ana. Короче, jigarlar. Tayyor. Ozgincha joyi hali ancha joyi bor. Dekorativniy qiladigan. Mana ortiqcha bloklarni ham keraklisiga almashtirib olamiz. Tak. Aytmoqchi. Sunduq. Tak. Sunduqlarga bergan qo'yamiz. Xullas, sunduqlar. Keyin dekorativniy bo'lishi uchun rasmlarni qo'yib qo'yamiz mana bu yerlarga. Ana bolli. Ajoyib bo'lib qoldi. Mayli do'stlar. Suratlar ham ajoyib. Mayli. Endi nima qo'yishimiz mumkin? Xo'sh, bu yerga mana bu yerga. Ha, do'stlar, mana shu yerga va bu yerga qo'yib turib shunday qildim, keyin qo'ydim. Bu yerga mana bu birinchi. Mana buni qo'yamiz. Suv qaynatadigan deb hisoblaymiz buni. Wow, hammasi yaxshi bo'lgan holatda bo'lsa. Bitta tortni olamiz. Bitta stolni olamiz. Mana taxtani aytmoqchi. Taxtani bu yerga qo'yib turib
to'rtta ustiga qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerga ham chiqadigan joy qilib qo'yamiz. Yaxshi jigarlar. Tayyor. Endi uyimizga baho berish vaqti keldi. Xullas, jigarlar. Birinchi tashqari taraflarini baholaymiz. Okey, yaxshi chiqdi. Okey. Aha. Hop, mana sandiqlar, sandiqlar qo'shilgandan keyin ham chiroyli bo'lib. Mana bular, yaxshi. Va albatta tort do'stlar. Tort ajoyib turibdi. Mana bular. Mana birod. Bu nima qiladi desang, har xil narsa yuvishga yoki suv ichishga mo'ljallangan. Mana bunisi esa go'sht chopishni vazifasini bajarsa kerak. Va shunga o'xshash narsalar. Mana endi uyimiz tayyor. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.